o'tirdik, tamam. Bilat, omega-sizga bunday tez qarib ketibsiz. Bular soqollaringiz och tushib, pejalaringizgacha tirib tushib ketdi, aka. Sen, menga qarab, bu yoqda endi bahor keldi. Sen o'zingga qaramasan, yoshsan. Men ham boya, masalan, bugun kuni bilan mana shu hozir ham mana shu orqa miyadan shundoq mana shu shundoq miyada nima bo'lib turibdi hozir. O'shanda ham amallab botil sotil qilib kun kechirib turibmiz amallabdan. Maza yo'qmi? Sen menga men nima? Men senga yosharmayman men endi. Kundan kunga boshqacha bo'lishi mumkin, lekin yosharmayman men endi. Yosharasiz aka, yosharasiz yo'l. Mana qayerda yasharasan? Bu yerda yasharib bo'lmaydi endi. Bu yoqqa tan olish kerak. Bu yashar iloji yo'q uni, imkoniyati bo'lmagan uni hech qachon. Bu yog'i masalan endi men bitta mashina deb hisoblaganda yukim og'irlashadi-da, motor charchaydi, torta olmay boshladi endi. O'sha narsa bu yoqda. Yuk og'irlashaveradi, podyomga qarab tortasa o'chib qoladi, yana bir amallab zavod qilasan, yana yurasan, yana o'chib qoladi. Realni. Ha? Realni necha kirdingiz? 45. Ajjali. 40 ta oshgandan keyin erkak orqaga ketadi. Tamom endi o'sha bu yoqqa 40 ga kirding, 40 ga kirgan odam 40 ga kirding, bo'ldi, shu belli bo'ladi, shu belgilandi. Bu 40 degani senga u 20 yil emas, bu maktabni kecha bitirganim yo'q men. Men maktab bitkazgan paytimdagi bolalar hozir 25 yoshida. Men maktab bitkazgan paytdagi bolalar 25 yoshda. 27 yoshda даже. Men 17 yoshda bitkazganman. 28 yoshda ekan. Men maktab bitkazganda tug'ilgan bola. Nima deysan endi? Nimaga bunday kech uylangansiz aka? Endi u bilan kech uylangan shu. Mana shu qamoq 19 yil propuskat qilibman bilan. O'zim kecha o'tirib hisobladim-da. Nima deysiz aka? Nima yig'ayapmizga? Bir guringini oling aka, men endi uyataman aka, bu katta xola bilan tashayapti, yarimgacha soat 1 da bilan. Buni qarang, ahvolni qarang. Na qosh bor, na soch bor, na husn bor biladi. Rangida rangi yo'q bilan oqarib ketgan bilan, somsa. Sochni qarang bilan, kuyib ketgan bilan ammang nomiga sizga. Og'izda ham farq qolmagan, og'izga olaverib. Kim bo'lsa? Bilmayman jalar sizga bordi bilan. Rostdan kimsiz, xonim? Odamman sizlarga o'xshagan. Yo'q, odamlarni bilib turibmiz, men hayvon deman, kimsiz deyman, kim TikTokda ishlaysizmi? Bir nima, stopga? Ha? Siz nima qilayotgan bo'lsangiz, o'shani qilaman. Biza ham to'g'ri, biza shartdan battle o'ynaymiz. Gapirdim. Ozgina sal sabr qilganingizda salom berardim men. Xo'pmi? Salomlashamiz. Yo'q, biza TikTokda shartdan battle o'ynaymiz. Siz shartdan battle o'ynamasangiz kerak. Bildik, shunchalik zo'r ekan. Salomga haligi olib qo'yin oldin. Pastga to'sh solsa yog'mayapsan, ising kelyapti. Xafa bo'lmang, boravering. Eringiz urush topadi siz bilan. Nima qilasan shular yonida deb. Tushirvar, tusholmayapman. Iflos. Yo'q, unaqa tushib bo'lmaydi bu yerda. Qarang, telefonni pastida chat ana. Oqibati ayollar bilib aka soat 12 dan 100 marta sizga aka bularga ko'rinmaydi-da. Qarang, 100 marta tashiyapti-da. Qizilni bosami yana tashlaydi. Qizilni bosami yana tashlaydi. Qizilni bosami yana tashlaydi bular. Mana qara. Oqibati shunaqa 12:30 da erkak odamlarning orasiga kirib kelishi nimasi? Oqibati shunaqa bo'ladi. Nima xafa bo'ladi, nima yig'laydi? Bu yerda uni boshini siladigan odam yo'q. Onasini nemish? Yarim kecha soat 1 da bilan kap-katta ayol, Qo'toq bo'lmasa oldimizda. Bizga endi meniki masalan azoblash xizmati ezgulik yo'lida 24 da 7 bizga farqi yo'q. Ayab o'tirmaymiz.
Yig'lab sikilib ketmaydimi? Shantajki bular biladi. Ya u ham yolg'ondan nima qildi?